Birgina e'tiborsiz xato ularni aynan shu holatga olib keladi. Ko'pincha shoshilinch va og'ir ahvoldagi bemorlar va ularga to'g'ri davo yo'lini amalga oshirish bu mening vazifamdir. Bugungi kunga qadar 2000 ga yaqin jarrohlik amaliyotini amalga oshirganman va bularning har biri bir umrlik mas'uliyatdir. Assalomu alaykum. Men travmatolog ortoped Umid Xudoyberdiyev. Samarqand tibbiyot institutida 2008-2015-yillar oralig'ida bakalavr bosqichi hamda 2015-2018-yillar oralig'ida esa magistratura bosqichini o'taganman va 2017-yildan buyon travmatolog ortoped sifatida o'z faoliyatimni yuritib kelaman. Hozirgi kunda Qarshi shahri Profmedmax klinikasida bemorlarga sifatli travmatolog ortoped xizmatini ko'rsatib kelaman. Kasbiy rivojlanishim davomida Xitoy, Hindiston va Turkiya mamlakatlarida malaka oshirganman va bu jarayonda zamonaviy davolash usullarini o'zlashtirib, amaliyotga joriy etib kelmoqdaman. Hozirgi kunda asosan chanoqson va tizza bo'g'imini endoprotezlash, yelka va tizza bo'g'imini artroskopiyasi hamda turli xildagi travmatolog jarrohlik amaliyotlarini sifatli darajada amalga oshirib kelmoqdaman. Har bir bemor bilan individual yondashuv asosida ishlayman va bemorlarni og'riqsiz va to'g'ri davolashga yordamlashaman. Maqsadim faqat bemorlarni davolash emas, balki ularni to'liq tiklanishga erishishdir. Agar sizda bo'g'imlar bilan muammo bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin.